Toshkentning eng talabkor joyidan men sizlarga asal uchastkasi topib qo'ydim. To'xtab, bitta like bosib sayran qilib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani kelinglar. Assalomu alaykum azizlar. Bu xonadonimizda Mirzo Ulug'bek rayoni Salkovskiyda joylashgan juda ham sifatli uchastkamizda bo'ladi. 4 sotuvdan iborat 500 kvadrat, 8 ta xona, 6 ta sanuzildan iborat. Qaranglar, fasadimizni bitta ko'rib, o'zingiz like bosib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham sifatli. Polniy fasadimizda travitel toshdan qilingan va yashil maydonlariga ega. Bemalol bu yoqdan 2 ta 3 ta mashina hovlimizga siqadi. Bu yoqda vodopad bor azizlar. Mamblarim hammasi granit toshdan qilingan azizlar. Uyimiz juda ham sifatli. Ichkarini ko'ramiz. Ichkarini ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ysangiz, havas qilsangiz, xudo xolasa Alloh sizga yetkazib qo'yadi. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimiz sal borka bo'lmaganligi uchun oyoq kiyimni kirib ayibga buyurmaysizlar azizlar. Kirishimiz bilan hol bu yoqda. Uyimizda neoklassik usulda remont qilingan, eshiklarimiz ham juda ham sifatli, yog'och qimmat eshiklardan o'rnatilgan azizlar. Qani, oshxonani ko'ramiz sirazi. Bismillahirrohmanirrohim. Oshxonani qarang, juda ham chiroyli. Bu uyimizda ishlatilgan texnika, konditsionerdan tortib barcha texnikalarimiz hammasi Bosch firmasiga tegishli. Bu yerda bemalol o'tiradigan zona qilingan. Uyimizda полностью teplый pollar qilingan. Uyimizda barbekyu zonasi, orqa tomonimizda letniy oshxonasi va o'zini kattagina basseyniga ega azizlar. Uyimiz juda ham plani zo'r qurilgan. Hozir uni ham bitta-bitta tushuntirib ko'rsatib beraman. Bu zal qismimizda bo'ladi. Zal qismimiz ham почти 7 ga 5 kattagina. Bu joyda ham maza qilib mehmonlaringizni kuzatib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda esa umumiy sanuzilimiz joylashgan. Birinchi etajda zal, oshxona, hol, sanuzil va bu yoqda kattagina yosh kattalar bo'lsa, spalnimiz bor do'stlar. Spalni holatimiz, bu yoqda esa o'zini sanuziliga ega. Endi eshiklari qarang, qanaqa chiroyliligini, ranglarini zo'r tanlashgan ekan bor-ku. Kafillarimiz ham Xitoy kafillar emas azizlar, yaxshi sifatli kafillar o'rnatilgan. Endi men sizlarga orqa hovlini ko'rsataman, qani kelinglar. Orqa hovlini bitta ko'rib olaylik, keyin uyimizda 4 ta urvendan iborat azizlar, juda ham zo'r. Uyimizda planirovkasi juda ham chiroyli. Oldiga katta joy ajratib, oldiga mana bu joylar qilmagan, orqa hovliga qilishgan, chunki ayollarimiz ham, farzandlarimiz bemalol mana shu joyda cho'milsa bo'ladi. Chunki hech kim xalaqit qilmaydi. Qo'shni chiqib qolishi mumkin, mehmon kelib qolishi mumkin, har xil vaziyat bo'ladi. Bu yoqda esa letniy oshxonamizda joylashgan. Bu yerda ham mangaldan tortib gaz, suv, o'choq hamma narsa qilingan. Va uyimizning bu joyda ruskiy hammomimiz bor. Ko'ring, juda ham chiroyli. Juda ham zo'r qilib qo'yishgan. Va bu yoqda tashqi sanuzilimizda joylashgan azizlar. Bu yoqda cho'milib, bu yoq masaga cho'milib, yo'q kirib, dush qilib uyga kirib ketsangiz bo'ladi. Qani ketdi, endi ichkarilarni ko'rsatib beraman. Bismillah. Podvalni bitta ko'rib olasiz. Mayli, podvalni keyin ko'rsataman, kelinglar. Podvalimiz ham полный силый podval, полный remont qilingan. Ikkinchi etaj ko'rsataman. Zinalarimiz hamma perillalarimiz juda ham sifatli. Mana ko'ryapsizlar, o'zining podsvetkalari bor. Yurganingizda o'zi chiroyli qilib dachida yonadi. Ketdi bo'lmasa. Xo'p, azizlar, ikkinchi etajga ham chiqib oldi. Ikkinchi etajda bu yoqda bitta katta spalni, o'zining sanuzili bilan bu yoqda zal qismimiz bor. Kattagina kelinglar, zalni bitta ko'rsataman. Bu yerda kattagina zal qismimizda konditsionerlar bor, bo'sh qo'yilgan. Bu yoqda o'zining kattagina balkon qismi, terasa qismi bor. Hamma oynalarimiz terma qilingan, juda ham zo'r, sovuq, issiq o'tkazmaydi, shovqin kirgizmaydi, juda ham zo'r. Mahallamiz ham juda ham yaxshi mahalla, qo'shnilar juda ham zo'r, ahil, lokatsiya zo'r. Bu yoqda yana bitta spalnimiz bo'ladi azizlar. Katta spalni va bu yoqda yana bitta sanuzil bor. Bu yoqda esa yana bitta xonamiz bor va ikkinchi, 4-etajga chiqadigan bo'lsa, 4-etajimizda azizlar kattagina hol va 2 ta xonadan iborat. Xo'p, shu xonadonimizda endi hamma tomonlama aytib o'tdim. Uyimizning narxini keladigan bo'lsak, uyimizning narxi 980 ming kelishtirib beramiz. Lokatsiya zo'r, to'liq ma'lumot tushunmagan joylarimizda telefon qilaverasizlar. Zo'r uylar Primumdan hamisha zo'rlanib kutib qolinglar. Like bosib, san'at qilib, shu uyingizda o'tgan yaqinlar bo'lsa jo'natib qo'ying. Hammalarni yaxshi ko'raman, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Biz bilan qolganingiz uchun kattakon rahmat, xayr.